aksiyadagi keyingi 40 razmerdagi dvoykalarimiz, bular hammasi yubkali. Mana narxini ko'ringlar, 1.750.000 sotganmiz. Hozir aksiyada bularning hammasi 950 mingdan. Mana bu chiroyli kostyumchik, shunaqa zapaq yubkali. Mana keyingisini qaranglar, bularni ham 1.550.000 sotganmiz. Mana ustidagisi lyon. Mana yubkalari shunaqa lегкий shifonlar. Bularning hammasi hozir skidkada, aksiyada, skidka emas, aksiyada 950 mingdan. Faqat Instagram podpishchiklarimiz uchun. Buni kelib so'rasanglar, biz bu yoqda bera olmaymiz. Sizlarga bunaqa aksiya narxda faqat Instagramdan so'rab, razmeringlarni aytsanglar, mana bu hozir 40 razmerlarida. Shunga qarab skrinshot qilsanglar, bizga tashlasanglar, biz sizlarga chiroyli dostavka qilib beramiz. Mana men bilan ham shtapel hammasi. Mana buni bejavoysidan 38 qoluvdi, fioletovoysidan 40 qolgan. Mana shifon dvoykamiz ham 1.350.000 sotganmiz. Hozir skidkada, aksiyada 950 ming. Aksiyadagi keyingi 40 razmerdagi dvoykalarimiz, bular hammasi yubkali. Mana narxini ko'ringlar, 1.750.000 sotganmiz. Hozir aksiyada bularning hammasi 950 mingdan. Mana bu chiroyli kostyumchik, shunaqa zapaq yubkali. Mana keyingisini qaranglar, bularni ham 1.550.000 sotganmiz. Mana ustidagisi lyon. Mana yubkalari shunaqa lегкий shifonlar. Bularning hammasi hozir skidkada, aksiyada, skidka emas, aksiyada 950 mingdan. Faqat Instagram podpishchiklarimiz uchun. Buni kelib so'rasanglar, biz bu yoqda bera olmaymiz. Sizlarga bunaqa aksiya narxda faqat Instagramdan so'rab, razmeringlarni aytsanglar, mana bu hozir 40 razmerlarida. Shunga qarab skrinshot qilsanglar, bizga tashlasanglar, biz sizlarga chiroyli dostavka qilib beramiz. Mana men bilan ham shtapel hammasi. Mana buni bejavoysidan 38 qoluvdi, fioletovoysidan 40 qolgan. Mana shifon dvoykamiz ham 1.350.000 sotganmiz. Hozir skidkada, aksiyada 950 ming.